қаласым, маңғаз Маңғыстау даласы, Ақтаудың нардай баласы, жүрегі досым деп тұрған, досыма осын арналсын. Досым бар менің Ақтауда, 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 татиды досымды мақтауға, мақтауға. Досым бар менің Ақтауда, 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 татиды досымды мақтауға, мақтауға. Ақтауға бір күн барармын, досымның көңілін табармын. Бірге өткен күндерді қуанып еске аламын. Каспийде терең жүрегі, достықтың қадірін біледі. Қашан келесің досым деп, сағынып мені жүреді. Досым бар менің Ақтауда, 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 татиды досымды мақтауға, мақтауға. Досым бар менің Ақтауда, 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 татиды досымды мақтауға, мақтауға. Kerim! Millet o kadar bu ne diye. Olur mu? Olur mu? Bayağı usta kela. İnternette. Arkadan yol tutasız, dolandan ötesiz. Sola kayıp yetersiz ey, hazırsa varsanız. Sola kayıp yetersiz ey, hazırsa varsanız. Yok eylesin ayıtasız, varmasanız kaydasız. Yazılı kayıtasız, hazırsa varsanız. Yok eylesin ayıtasız, varmasanız kaydasız. Yazılı kayıtasız, hazırsa varsanız. Досым бар менің Ақтауда, Ақтауда, Ақтауда,
dildor go'zal, xumor go'zal. Baxtliman dunyoda chunki yonimda sen bor go'zal. Dildor go'zal, xumor go'zal. Baxtliman dunyoda chunki yonimda sen bor go'zal. Baxtlarga chorlar so'zing. Suv bor ekan, suv ichariga olib ketarik. İsteyen kelsa. Qanaqa joy ekan? Sinisi ekan. Qizi. Qabri bormi ichkarida? Bor. Duo qilyaptimi? Chiqdik. Biz ham kirib chiqaylik. Kirib chiqing. Ana bola keldi-da bolaki. O nafas o'qigan kelgan ekan. Onalarimiz biznes qilyapti. Var. Ben teçte. Teçte. Rahmat, qiziqarmadi. Bu mashina ko'payib ketdi o'zi. Ana odamni, ara men aytgan odamni bilmayman aytdim. Aytdan kirib ketadi, mana shu sentrda. Tunda chiqib e'lon ursangiz bo'ladi. Ana mahallada. Ataki bu yerdan atil olaman desangiz, bu qiziqib ko'ramiz. U kesh yotadigan
joyiga keldik. Bu hamca sizlarning netiz joy ekan. Odam altından chiqib qaytib olasanmi sen o'zi? Cho'ta ko'zga tanish ko'rinyapsan. Qayermanda? Qayerma qaq markazida? Oxingora. Yur, aylanib chiqamiz. Chiqib ko'rdim hozir. Yo, ichkari kirdingmi? Chet elliklar ham yuribdi. Вроде как более это же нет. Bu narsalar. Mana yerda qabr bor. Prezident bog'i ekan Turkistonda. Mana onaxon, otaxonlarimiz aylanib yuribdi. Tashavarasi biz telefonimizga ola olmadik. YouTube'da ko'rasiz, YouTube'da. Yuringlar. O'zim ulab beraman. Qaraqda ko'mga tashlavarasizmi? Tashlavaringda biz yurganimiz. Bundan sonra nenem yapayım, sen falan veremem, bir resimde çıkıp verersin. Abi. Ulan işte taşlar var ekan. Cevap berishni bilmayapman. Bilmayapman. Qarang, qarang. Alo. Lan? Uyqudan turdi bu ham. Chilayli ekan. Mas. Ne'mat ovoling. Chiroyli mushuk ekan. Kis. Qani ochmiz yana. Yo, ana o'xshaydi, yovvosh o'xshaydi. Bor achalayinglar. Chap. Begona mushuk bo'lsa aniqmaydi, yovvoyi emas. Men chirchidan olib keltirdim. Videoga ham tushib qoldi, eslab yuramiz.
Tashlama qo'yasan aytdim. Savollardan. Ahmad Yasaviy. Siz borasizki. Rasmga qo'ying keyin. Olimlar bilan chopgansizmi? Ketdik deyapti. Yashasın, baraka topsin. Mana qara, Alloh. Chimkentda eng tepadan ko'rinish. Mushuk ham ketdi. Dal bo'yi. Mana bittaga ko'paydik. Davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovda bu koshonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovda bu koshonang topilmaydi. Olu davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Olu davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Hayal qilsang kutib ostonani teshgay ular ko'zi. Ular ketganda bu yangliq zor ostonang topilmaydi. Mana xolani nevarasi zakasi qilgan mana. Acham olib yurdi ko'proq. Atasi anaqa qattiq bahonasida bizga ham qilib aytasiz nima? O'zi videochi bolada bu. Nima video?
Qayerdansiz kenayi? Ha, bor. Angirliklar ham tushib qoldi mana bahonada. Ahmad Yasaviga ketyapmiz ziyoratga. Ha, bir choyxona. O'g'irlar bari o'zbek. Chiroyli qilib hamma joylar. Kechqurun rosa chiroyli bo'ladi. Hali qayerdansiz? Kim? Siz. Qaroqdaydan. Siz bu yerdan. Sizdan Qaroqday. Tog'ayning mahallasidanman, Ohangarondan. Ohangaronlikmisiz? Ohangaronlikman deydi, nima qilasiz asli? 5 yil, 46 yil bo'ldi. Opam mahallasidanmi? Kerak. Opang, opachamiz sinfdoshi bo'ladi. Kenaylar tanishsak bo'ladimi? Qayerdansizlar? Qaroqdaydan. Voy, Qaroqdayning go'zallari. Qaroqdaydan. Molla Qaroqdaydi bu. Rasmlar shu, aniqga borganda. Ha, sizlarga hozir o'taman. Oyog'im to'xtamagandan qo'rqadi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xayrlisizlar, tanishsak bo'ladimi? Xayrlisizlar. Aha. Xitoy xotinlari. Kitayskiy. Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Charchamalaringizmi yoqdimi Turkiston? Qaroqdayni ishini qilib qo'ydi mana bitta xotinimiz. Qachay bolay? Qach? Chiroyli bizmi? Ahmad Yasaviy. Ha. Kassalarda ham olib qo'yaymi uni? Bilet oldingizmi? Olaman-da. Ha? Qaroqxona. Shu yerda bo'lsa kerak. Bo'lsa kerakmi? O'zlar qilgan bo'lsin. Shayx abi gaplashib ko'ray. Muborak ketdi, yoqqa kelinglar. Muborak. Nimalar mamlakat? Bizam sig'ib gaplashinglar. Alhamdulillah chiroyli. Ana o'rtadagi nima? O'tmi, gulmi? U ham gul. Qanday jannatda, qanday jannat. Jannat hali 2007-yil kelganimizda bunaqa gullar yo'q edi. Yo'q edi.
Mana mamlak katta ko'cha ketganda kecha kunga otaxonlar katta tekis yo'l edi. Biz Asanoy Ahmad Yassaviyda turibmiz. Marhamat. Ana onaxonlarimiz ziyoratga kelishdi. Bir damdab endi mana ketdi onalarimiz. Ana Ahmad Yassaviy ziyoratgohi. Men ham ko'p keldim, birinchi kirishim. Meni Amir Temur ustozidan keyin qurdirgan. 3 marta fundamentini qurganda qulab ketgan. Shunda avliyolarga nazar solib aytganda, avvalo ustoziga tiraylik. Shu ustoz kecha borgan joyimizdagi Asrambab. Asrambab. Asrambobgina birinchi qurib, keyin bunga qurgandan keyin qurilgan. Amir Temur qurdirgan bular hammasini. Keyin ana ta'mirlash ishlari oxirida mana qubbasini qurish jarayoni chala qolgan. Qurib ulgurmagan. Sovet davrida ancha bu yerlarda vayronagarchiliklar qilingan, keyin ta'mirlanganda, lekin ana shu qubba tomoni chala qolgan joyi haligacha saqlanib qolgan. Ustalar ta'miri yetmagan o'sha paytda. Intervyu olinglar, mamlakat. Amir Temur o'zini 60 chelak suv sig'adigan qozon qurdirgan. Bu dunyo bo'yicha bitta yagona. U 60 chelak o'sha suv sig'adigan chelakdagi suvi nihoyatda shifobaxsh bo'lib, odamlarga tarqatirib kasalliklardan davolangan. Maylimi? 60 chelak suv sig'adigan qozoni bo'lishi kerak. Dunyoda yagonada, boshqa yerda yo'q u. Qani qozon? Qozoni qani ekan ekan. Ana narigi tomonda u Svinyer dedi. Nusxa dedi. Bu yerda tabiiysi bo'lishi kerak. Original, ha? Ha, originali. Hali Amir Temurda bilasiz, anor suvi siqib turib, soldatlarga bergan. Ha, anaqalar turadi-yu naryoqda. Bu ana hammomga o'xshagan narsa o'xshaydi-yu. Ha, shu joyga o'xshaydi. Yo'q, ba'zan ana qabrlar bor. Yo'q, hammom. Hammomga o'xshaydi. Hammom o'tirib cho'maringda. Tepasi yopilgan bo'lgandir balki. Aytdi, mavzani deyapti-ku. Qozonini so'raylik-chi. Gelgenden beri bakmasın bir veremeymişsin. Çoğun bölük salam mı yok işte. Aytılamamız parası bakıyor. Seni belki sıkıldı. Nega pul teshar ekan?
Ahmad Yassaviy Alloma bobomiz bu Muhammad alayhissalom payg'ambarimizning Fatima qizining 11-avlodidan. Bu 11-avlodidan bo'lgani uchun Fatima qizim Muhammad alayhissalomdan keyin qazo qilingan. Qazo qilgan avlodlardan biri. Oldingi avlodlari hammasi rahmatli bo'lib ketgan, farzandlari hammasi. Ular shod oxiratlari obod bo'lsin. Muhammad alayhissalomning avlodlaridan Ahmad Yassaviy 60 yoshga kirgandan keyin bu shu o'zini allomasi, mana shu ustozi 60 yoshda qazo bo'lganligi uchun 60 yoshdan keyin yer ostiga chillaxonaga tushib turib yashagan. Shu yerda? Shunda chillaxonada yashayotgan davrida odamlar kelib tavob qilib, uni etaklaridan tavob qilib, turli kasalliklarga davo topgan. Bu yerda shu Amir Temur bobomiz o'sha 60-yillik qozonidan ichilgan suvlar turli xil dardlarga davo shifo tariqasida ulashilgan. Haligacha mana biz ham tavob qilyapmiz. Allohning ruhlari shod, oxiratlari obod bo'lsin. Allohning egamizni sayohatga olib kelgan ne'matjon o'g'limni ham onlarini rohatini ko'rsin, tanlari sog' bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lib, uzab yuraveraylik shu ne'matjon davrida. Shu yildan beri turibdi. O'sha yildan beri shu ustalarning qo'li bo'yicha qolgan. 7-asr. Bu yog'i nima ekan? لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك لبيك يا منان يا ديان يا غفور يا ودود يا رحمن يا رحيم لك الوجود يا شريك لك الله يا جبار يا لطيف يا لا شريك لك لبيك يا الحمد يا نعمة يا أحد يا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك يا شريك لك لبيك يا قابض يا نعمة يا حليم يا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Akalar qaytansizlar-ku? Shu ko'zimga issiq ko'rinyapsizlar. Kayf qilmaymi? Yo'q, kayf qiladi. Bekor aytibsiz. Ha? Kayf qiladi. Ha, dahshat ekan. Imronni aylanib, qimron berib ko'ring, to'pa qilib ko'ring, bo'lmasa qilib ekan. Bari qo'rqyapti. O'tovda o'tiribdi. Cholda ham yo'qmisizlar? Tiqtishinglar.